Internetda hayp ko'tarilgan mahsulotlar rostdan ham sotib olishga arziydimi? Birinchisi La Recipe brendidan yuz yuvish uchun penka. Bu penkani 2 oydan oshiq ishlatdim. Haligacha tugagani yo'q. Juda ham barakali ekan. Ozgina siqib, suv bilan aralashtirib ishlataman va makiyajimni zo'r tozalab beradi. Kiprigimdagi tushlarni ham zo'r qilib tozalab, umuman shuvlashtirmasdan tozalaydi. Yuzimni umuman achishtirmaydi va quritib tashlamaydi. Bu penkaga 10 dan 100 qo'yaman va qayta sotib olaman. Keyingisi Dalba Spray. Bu уже ikkinchi banichka ishlatishim. Buni makiyajdan oldin primer sifatida foydalanaman. Ishlatishga juda ham qulay va tonalni yaxshi yotishiga yordam beradi. Kechqurun uxlab qolishga eringan vaqtimda ham shu spreydan sepib uxlasam, ertalab yuzimni yumshoq qilib yaltiratib qo'yadi. Buni yana qayta sotib olgan bo'lardim va bunga 10 dan 10 ball beraman. Keyingisi Anua brendidan enzimli pudra. Bu enzimli pudrani haftada 2 marta ishlataman. Chorniy tochkalarni juda ham yaxshi tozalab beradi va tarkibida guruch bo'lganligi sababli yuzimni ham zo'r oqartirib beradi. Buni yana qayta sotib olgan bo'lardim va bunga 10 dan 10 ball beraman. Bu esa mening eng sevimli produktim XSY brendidan Glow Serum. Bu serumni ikkinchi marta ishlatishim menga juda ham yoqdi. Natija bomba. Oldin niatsanamitli narsalardan foydalansam yuzimni achishtirardi va makiyaj bilan yaxshi chiqishmasdi. Bu serumni makiyajdan oldin ham ishlataman va kechqurungi uxudimda ham umuman qoldirmasdan ishlatdim. Menga effekti juda ham yoqdi. Buni yana qayta sotib olaman va bunga 10 dan 100 ball beraman. Dr. Alteadan 345 kremi. Bu krem hamma tipdagi ko'rjalarga tushadi. Yuzni juda ham yaxshi namlantiradi va aknelarga qarshi zo'r kurashadi. Buni XSY serumi bilan birgalikda ishlatsanglar, effekti yana ham yaxshi bo'ladi. Makiyajdan oldin foydalansanglar, makiyajinglar kun davomida yaxshi turishiga yordam beradi. Buni yana qayta sotib olaman va 10 dan 10 ball beraman. Va so'nggi produkt XSY brendidan ko'z atrofi uchun serum. Bu serumni ishlatganimdan keyin ko'zimning tagidagi qorayishlar ketdi va nasagubka uchun ham ishlatdim va bu menga juda ham yaxshi ta'sir qildi. Ayniqsa applikatori foydalanish uchun juda ham qulay. Buni yana qayta sotib olgan bo'lardim va hammaga tavsiya qilib qolaman. Bunga 10 dan 10 ball beraman. Shunaqa ajoyib kontentlar uchun menga obuna bo'lishni unutmang.